Так Vizi Fashion Week'ni castingi qanaqa o'tdi? Kelinglar, sizlarga shuni gapirib beraman. Shu kuni biz ertalabdan studiyaga yig'ilib, tezgina narsalarni olib, yoshlar ijodiyot saroyiga chesni juda ham shoshilib yugurdik, lekin biz borganimizda bizdan oldingi dizayner hali tugatmagan ekan. Shuning uchun biz sekingina hamma narsalarimizni joylashtirib, o'zimizni очередimizni kutishni boshladik. Va nihoyat bizning очередimiz keldi va hammamiz turib, mana shuncha modellarning orasiga chiqdik. Chesni ular shunchalik ko'p ediki, ularni har bittasini ko'rishga juda ham qiynaldik. Bizning zadaniyamiz qo'limizdagi eskizlarga qarab, podходящий tipajdagi modellarni topib, moyliga ko'rsatish. Chesni u yerda hamma qizlar juda ham chiroyli edi. Afsuski bizga faqatgina 15 tagina qiz tanlay oldik. Tak вот, har bittasini ko'rinishidan tanlab olganimizdan keyin hammaliga bitta-bittadan проходка qildik. Вот и все. Qizlarni tanlab oldik. Bundan keyin bo'lsa o'g'il bolalarni. Ularni ham xuddi shunaqa tanlab olganimizdan keyin har bittaligi bo'sh vaqtligida bizga kelib, kiyimlarini kiyib, primerka qilib ko'rishdi. Biza bo'lsa hamma 25 ta modelni kiyimini primerka qilib olgandan keyin hamma narsamizni yig'ishtirib, обратно studiyaga ishlashga ketdik.